Ikkinchi bob. Shuning uchun bilki, ey hukm qiluvchi kishi, sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar uzring qabul qilinmaydi. Sen boshqa odamni hukm etish barobarida o'zingni ham mahkum etasan. Chunki ey hukmlovchi, o'zing ham shu ishlarni qilyapsan-ku. Bunday ishlar qilib yurganlarni Xudo mahkum qilishda haqli ekanini bilamiz. Ayni ishlarni o'zing qila turib, shunday ishlarni qiluvchilarni hukm etsang, Xudoning hukmidan qochib qutulaman deb o'ylaysanmi, ey odam? Yoki Xudoning muruvvati seni tavbaga keltirishini bilmay, uning iltifoti, muloyimligi va sabrining cheksizligiga beparvo qaraysanmi? Mana, sen sarkash va tavba qilmovchi qalbing tufayli Xudoning odil hukmi amalga oshajak qahr g'azab kunigacha o'zingga o'zing g'azab to'plab yuribsan-ku. Xudo har kimni qilmishiga yarasha taqdirlaydi. Yaxshi ishda qunt qilib, ulug' qadriyatni va mangulikni izlaganlarga u abadiy hayot ato etadi. Ammo xudbinlik qilib, haqiqatga bo'ysunmay, haqsizlik paydan bo'lganlarga qahru g'azabini sochadi. Avvalo Yahudi, so'ng o'zga xalq kishisi bo'lib yomonlik qiluvchi har bir bandaning jonini u qiynoq va qayg'uga soladi. Avvalo Yahudi, so'ng o'zga xalq kishisi bo'lib yaxshilik qiluvchi har bir bandaga esa izzat, hurmat va ehsonlik nasib etadi. Zeroki Xudo yuz xotir qilib o'tirmaydi. Ilohiy qonunni bilmay turib gunoh qilganlar qonundan tashqari halok bo'ladilar. Ilohiy qonunni bila turib gunoh qilganlar esa qonuniy ravishda jazolanadilar. Chunki Xudo qonunni eshitganlarni emas, balki bajo keltirganlarni oqlaydi. Ilohiy qonuni yo'q xalqlar o'z-o'zlaridan bu qonunda buyurilgandek qilganlarida, ular ilohiy qonunga ega bo'lmay turib, o'zlari uchun o'zlari qonundirlar. Bu bilan ular ilohiy qonunning talablari o'z yuraklarida yozilganini ko'rsatadilar. Ularning vijdoni hamda biri ikkinchisini goh qoralab, goh oqlovchi fikrlari bunga guvohdir. Men targ'ib etayotgan Injil xushxabariga ko'ra, Xudo Iso Masih orqali insonlarning sirli ishlarini muhokama etadigan kunda ana shunday bo'ladi. Mana sen o'zingni Yahudi deb, ilohiy qonunga suyanib, Xudo bilan maqtanib yuribsan. Sen Xudoning xohish irodasini bilish va yaxshini yomondan farq qilishni ilohiy qonundan o'rganib olibsan. Sen ilohiy qonundagi ilmu ma'rifat hamda haqiqatning mohiyatiga anglab yetibsan-u. Ko'rlarga yo'l ko'rsatuvchi, zulmatda qolganlarga nur, g'ofillarga murabbiy, g'o'r bolalarga esa muallim bo'lganingga ishonch hosil qilibsan. Shunday ekan, sen qanday qilib boshqalarga ta'lim bera turib, o'zingga ta'lim bermaysan? O'g'irlik qilma deb nasihat qilib, o'zing o'g'irlik qilasanmi? Zino qilma deb turib, o'zing zino qilasanmi? Butlardan jirkanaman deb butxonalarni talaysanmi? Ilohiy qonunni maqtaysan-u, unga amal qilmay, Xudoni tahqirlaysanmi? Xuddi Tavrotda yozilgani kabi, sizlar bois majusiylar orasida Xudo ismi mudom kufr qilinadir. Sunnat masalasiga kelaylik. Agar sen ilohiy qonunga rioya qilsang, sunnatning foydasi bor. Lekin qonunni buzsang, sening sunnating sunnatsizlik kabidir. Shuningdek, agar sunnat qilinmaganlar ilohiy qonunga amal qilsalar, ularning sunnatsizligi sunnat bo'lgan kabi qabulga o'tmaydimi? Odatan sunnat bo'lmagan holda ilohiy qonunga amal qilgan kimdir, sunnat hamda qonun egasi bo'lgan sen qonunbuzarni ayblamaydimi? Zotan zohiran Yahudi asl Yahudi emas va zohiran jismangina qilingan sunnat asl sunnat emas. Faqat botinan Yahudi asl Yahudidir. Shuningdek, asl sunnat dil sunnatidir. Bu esa qonun bitigidan qat'iy nazar Xudo ruhi ta'sirida sodir bo'ladigan sunnatdir.
Bunday sunnatni qabul qilgan kishi odamlarning emas, Xudoning maqtoviga sazovor bo'ladi.